Bugun tush vaqti uyda zerikib o'tirib, Amsterdamdan aylanib kelishga qaror qildim, chunki bizga judayam yaqin. Shuning uchun sumkani tayyorlashni boshladim. O'zi umuman sumkaga nima solish umuman xayolimda ham yo'q edi. Faqat bola uchun eng kerakli narsalar Pampers, salfetka va sut powderni oldim. Keyin esa sumkani taqib, havo judayam issiq bo'lgani uchun shunaqa yengli kiyimimni kiyib oldim. Va bunaqa issiq havoda uyda o'tirib ham bo'lmaydi, chunki odam juda ham ko'p bo'ladi. Xullas, ko'zoynaklarni taqib, ozgina ko'zim achishayotgan quyoshdan. Xullas, metroda borishga qaror qildik. Parking topish qiyin edi shaharning ichida. Xullas, metroyimiz keldi. Keyin metrodan salqingina o'tirib yetib bordik. Keyin yetib borganimizda esa odam shunaqangi ko'p ekanki, turistik joydan yana nima ham kutgandik deb. Men har safar Amsterdamga chiqqanimda o'zimni turistik his qilib qolaman. Garchi bu yerda yashayotganimga 1 yildan oshgan bo'lsa ham, har safar mana shunaqa chiroyli manzaralarni, kanallarni ko'rganimda darrov telefonimdan shu videoga olishni boshlayman. Xuddi turistik, bugun turist yog'ilib kelibdi. O'zi ham aytgancha bugun shanba kuni bo'lgani uchun ham shunaqa odam ko'p va shanba kunlarida street market chiqadi. Ya'ni ko'chadagi ko'chma bozorlar chiqadi. Unaqa bozorlarda eski narsalar, lekin juda ham o'sha vintajni bo'lgan eski zamondagi 80-yillarni staylladi. Undan ham tashqari 17-asr shunaqa zamondagi narsalar sotiladi. Har xil shamlar, suvenirlar, haykalchalar, kitoblar, har xil kiyimlar degandek o'shanaqa va biz ham o'shalarni aylandik. Bu yerda o'zimni ham ko'rib qoldik. Juda ham chiroyli bo'lib o'sgan ekan odamning uyini oldidan. Keyin shunaqa qilib o'zimni videolarga olib ketishni boshladim. Va ko'chma bozorga ham yetib keldik. Birinchi kitoblar olamidan boshladik. Har xil eski kitoblar, lekin juda ham topilmaydigan antiqa kitoblar ham bor ichida. Harry Potterni ham ko'rib qoldik. Keyin mana shunaqa chiroyli kiyimlar, nimasi bilandir O'zbekiston gashtalarini eslatdik. Keyin ikkita haykalchani ko'rib qoldik va bu yerda shunaqa brazletlar, eski zamondan qolgan mana shunaqa antiqa narsalar borda. Xullas, odam izlagan narsasini albatta topib oladi. Doimgidek pishloqlar, chunki Gollandiya pishloq vatani va bu yerda qovun ko'rib qoldik. Juda ham chiroyli ko'ringani uchun bittasini olib ko'rdik. Uyga borib albatta ochib ko'ramiz dedik. Keyin mana bu yerda shunaqa muzika chalayotgan ekan. Xullas, mana shunaqa kanallarni ko'rib qo'yishingiz mumkin. Xullas, vibe'ni his qilishingizni juda ham xohlardim. Albatta, Gollandiyada velosiped ko'p, Amsterdam velosipedlar shahri degandek, hamma joyda velosiped, chunki yo'llari juda ham tor bo'lgani uchun mashinada yurishdan ko'ra velosiped ancha qulayroq. Shuning uchun bu yerda zodiaklar haqida kitoblarni ham ko'rdik, har xil posterlarni ko'rdik. Yana shunaqa antiqa vintajli narsalar. Bu yerda it mazza qilib ketayotgan ekan, juda ham chiroyligi uchun videoga ham oldim. Xullas, o'g'lim bilan birlikda videolarga olib qo'ydik esdalik uchun, chunki unga ham xotira bo'lib qoladi-da. Mana shu kichkinaligimda oyim bilan aylanishga chiqqan ekanman deb. Mana bu yerda esa juda ham uzoq navbat kutib, Gollandiyada juda ham mashhur bo'lgan o'sha qaymoqli marojnesini sotib oldik. Lekin bu marojneni yeb ko'rganimdan keyin oddiy marojneni yeya olmay qoldim. Shunaqa ham mazali bo'ladimi? Yarmi qaymoqdan iborat ekan. Keyin shunaqa qilib yana ozgina aylandikda, bu joylarga qarab, kitoblarga qaradikda, sekin o'sha uyga qaytishni boshladik. Metroda yana uyga qaytib keldik. Endi navbat mana shu sotib olgan qovunimizni discussing qilib ko'rishga edi. Xullas, qovunni kesib oldik. Endi esa yeb ko'ramiz. Xo'sh, ta'mi shunaqangi yumshoq va mazali ekanki, juda soft. Maza qilib